ko'ryapti, kuzatyapti, muxlislik qilyapti, kelib ko'rishni xohlayapti. Qancha zabardast yigitlar chiroyli to'ylar beryapti, yaxshi otlar yetishtirib chiqaryapti, yaxshi polvonlar o'zi ko'rsatyapti. Ammo ba'zi birlaring juda ham bir xunuk, sharafimizga, nomusimizga tegadigan gaplarni gapirtirishga majbur qilyapsizlar. Takani tortadigan polvonlar birinchi navbatda sizlarga gapirmoqchimiz. Bu millatning e'tirozi, muxlislarning e'tirozi. Sharafingni yo'qotib qo'yma. Takani ushlaysan, 2 marta siltaysan, sheriksan degan gapni kutasan. Bu bundan sharafsizlik bormi? Nima degan gap bu? Chisi bu gadoylik-ku bu. Tortib ol takani, bos, chopsanchi ot minib yuribsan. Tagingdagi oting ham rasm bersa kerak seni mindirib yurganiga. Sharafsizligiga. Keyin kelasanda mana bu yoqqa 10 kishi kelasan. Uyalmaysan ham, shuncha kamera, shuncha odamlar oldiga kelib, polvondan kelib tilamchilik qilib narsa so'rashga uyalmaysan. Nima degan gap bu? Qozog'istonda gap bo'ldi shu narsa, sharafsizlar. Yig'ishtirib ol o'zingni, takani tortib ol. Tortib bos, tortib tushir. Lekin haligi mo'tanilik qilma unday qilib. Polvonlar men ana kuni qoyil qolmayman deganimda bitta ikkitasi chiqib gapirdi-da, lichkamga chiqib, nega qoyil qolmaysiz O'zbekiston polvonlariga dedi. O'zbekistonni polvonlariga qoyil qolmayman, lekin yaxshi ko'raman. Mana Mirsodiq, chempion, Rustam, Abur, Sayfi, sanasam sanog'i yo'q-da bularni. Bularni ko'pkar chopishni maza qilaman. Lekin bittaga ham Qudrat Xo'jadek ko'pkar chopganlaring yo'q. Xafa bo'lmanglar yana. Qaysi biring takani tortayotganda tort deb bosib ketyapsan otni boshqarib? Aytinglarchi, qaysi biring? Rustam polvon sen bir o'yin oldi ishlab chopding biroz. Damin chiqib ketdi seni ham. Mana qaysi biring? Qaysi biring aytinglar? Hammang zo'rsizlar, hammangni yaxshi ko'ramiz. Qoyil qolmaymiz-da. Qanday qoyil qolamiz? Sheriksan deb anaqa chiqib toy tuyani berib yotibsan ana yo'lda to'xtab tortadiganlarga. Chopsangchi mazza qilib, bu muxlis, bu xalq seni ko'pkar chopishingni tomosha qilishga kelgan. Bos takani 50-55 kilo qilib qo'ydik. Yana nima qilaylik sizlarga? 20 metr qilib qo'ydik marrani. Mazza qilib chop ko'pkaringni. Sheriksan, uyalmaysan. Aytib qo'y, yanaga ko'pkarlarni kuzatib yuraman. Imindan aytaman, qaysi biring sheriksan deb shu pas ketadigan bo'lsa. Chavandozsan, polvon degan noming bor, uyatsiz polvonsan. Bosdingmi tortdi luboyiga. Tortsin biz ko'rib maza qilaylik seni. Takalibchasini ushlagandan sheriksan deysan. Qani yerda sheriklaringizni tuya toy berishni olib shunaqa ko'pkarni rasvo qilyapsan. Mayli O'zbekistonda shu ishni qilayotgan bo'lsang, dunyo gapirib boshladi bu narsani. Nima degan gap bu? Shuning uchun azizlar, polvonlar, e'tirozim, gaplarim qattiq kelgan bo'lsa, ming bor uzr. Ammo maqsadimiz bitta. Tartib bo'lsa bo'ladi bu ko'pkar. Tartib bo'lmasa, buzilaversa ko'pkar kimga kerak? Albatta milliy iftixorimiz Uloq ko'pkarida qancha mana shu O'zbekistonga hissas degan odamlar kelib madaniy hordiq chiqaryapti bu yerda. Qancha mana shu fuqarolarimiz kelib maza qilyapti. Mana kechagi kunni ko'chirdik. Bilasizlar, o'zlaring qancha tashvish bo'ldi, lekin maqsad bitta. Uloq ko'pkari yaxshi bo'lsin, muxlislar maza qilsin deb. Shuning uchun azizlar